Xinhua agentligining 8-iyundagi xabarida Xitoy Kommunist hukumatining Sharq Turkistondagi 5G to'ri turiga ehtiyojli bo'lgan asosiy punktlarni kengaytirishga boshlaganligi va qurilish tamomlangandan keyin bekatlarning umumiy sonining 5000 ga yiqilishiganligi bayon qilingan. Xitoyning saqchi davlat ekanligi hammaga ayon. Sharq Turkiston ilg'or texnik uskunlar bilan nazorat ostiga elingan bugungi kunda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning 5G texnikasi bilan boshqarilishi xalqaro jamiyatning tanqidiga uchirmoqda. Xitoy yaqinda Sharq Turkistonda bo'libmi Urumchida tez taraqqiy qilayotgan 5G turiga jami 2 milliard yuan mablag' sog'anligini e'lon qildi. Amerika Davlat Majlisi 150 nafar Cumhuriyetçi a'zosi davlat bexatarlik strategiyasi haqida doklad tayyorlab, Amerika hukumatining kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarini qattiq jazolashni talab qilgan. Dokladda jazolash nishoni Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatiga mas'ul siyosiy byuro doimiy a'zosi Wang Yang, Hong Kong siyosatiga mas'ul siyosiy byuro doimiy a'zo Han Jing, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom sekretari Chin Changu qatorliq amaldorlarni o'z ichiga olgan. Bu amaldorlarga misli ko'rilib boqmagan eng qattiq embargo yurgizilib, qattiq jazolanish kerak ekan. Amerikani kuchaytirish va yer shari tahdidlariga taqobil turish nomli 115 betlik mazkur dokladni Cumhuriyetchilar tadqiqot komiteti tayyorlagan. Uningda Wang Yang, Han Jing, Xitoy jamoat xavfsizlik ministri Zhou Keji, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom sekretari Chin Changu, Tibet Avtonom rayonlik partkom sekretari Wu Yingji, Hong Kong Makao ishxonasining mudiri Sha Baolong, Hong Kong markaziy hukumat aloqalash ishxonasining boshlig'i Lu Xining va Xitoy birlik shtab bo'limining barliq amaldorlarini jazolash talab qilingan. Amerikaning Twitter ijtimoiy aloqa to'ri Hong Kongdagi namoyish, Xitoy virusi yuqumi va Amerikadagi George Floyd voqeasiga qarshi namoyishlarni nuqta qilgan Xitoy tashviqot harakatiga chetishliq 170 ming hisobni taqaganligini e'lon qildi. Twitter Xitoyda cheklansimi, lekin mazkur ijtimoiy aloqa to'ri Xitoyning Hong Kong, Uyg'ur, lager masalasi va majburiy emgak, Tayvan, Tibet, kishilik huquq, Janubiy dengiz, Xitoy virusi va Amerika-Xitoy savdo urush qatorliq xalqaro masalalarda o'zini oqlab, o'z tashviqotini elib berish, qarshi fikrdagilarga besim ishiltish, tahdid selish munbiriga aylanib qolgan edi. Avstraliya strategik siyosiy institutining yaqinda e'lon qilgan bir dokladida Xitoyning Twitter'dagi tashviqot harakati chet eldagi Xitoy tanishuvchilarining Hong Kong namoyishi, koronavirusi, Tayvan qatorliq xalqaro masalalardagi tonishiga ta'sir ko'rsatishni nishon qilganligi ilgari surilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda inkos qaytarib, agar Twitter ma'lum narsani o'zgartmoqchi bo'lsa, Xitoyni e'tiborsizlashtirish uchun tashkillik hujum qilayotgan hisoblarni taqsin dedi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un o'rtasidagi Singapur uchrashuvining 2-yilligida Shimoliy Koreya Tashqi ishlar ministri Ri Sung-gun bayonot e'lon qildi. U mundaq dedi: Boshliqlar yig'inidan 2 yil o'tib ketgandan keyin Shimoliy Koreya bilan Amerika munosabatini yaxshilashdan umid uzilib, Koreya yarim orolining tinchligi va gullanishga bo'lgan umidvorlik yo'qotildi. Riyana Shimoliy rahbari Kim qatnashgan eng oxirgi harbiy komitet yig'inida davlatning yadro taraqqiyot strategiyasi muzokara qilindi. Amerikaning tugamas yadro urushi tahdidiga qarshi turish uchun davlatning yadro urushining oldini olishni qo'llaydiganligi e'lon qilindi dedi. New York valisi Andrew Cuomo keng doiralik saqchi islohot qonuniga imzo qo'ydi. Bu qonunda qo'lga olish jarayonida jinoyat gumondorining bo'yniga besimlash usuli cheklanadi va qonun ijro qiluvchilarning intizom xotirasini maxfiy tutish belgilamasi o'zgartiriladi. New York valisi Andrew Cuomo muxbirlarni kutib olish yig'inida qora tanlik Amerikalik George Floyd saqchilarning zo'ravonligi sababidan qazo qilgandan keyin davlat majlisi tomonidan ma'qullangan va ta'sir kuchi eng zo'r saqchi islohoti deb atalgan qonun loyihasini tasdiqladi.